fakulteti diplomanti, sobiq talabasi. Bizga berilgan mavzu shopping mall. Bu hudud Hazora tumanida ajratilgan yer maydoni, Samarqand viloyati Hazora mahallasida ajratilgan bu yer maydoni. Musoxon keldi, bozorini bizga yer maydon qilib ajratib berilgan. Shunga biza diplom loyiha qilib shopping mall loyiha qilishimiz kerak edi. Bu hududimizdagi o'rganishni tahlil qilib, bu hududning gen plan maketi oldinlaringizda ham turibdi. Hudud maketi ham bor. Hudud maketi yashil zonalari bilan birgalikda bu hududni 3D maketi. Yo'q, hudud maketi. Loyiha hududning shahar va viloyat miqyosida joylashgan joyi berilgan hududimizning transport tahlili. Bu qizil yo'lakdagilar birinchi darajali yo'lak, bu yashil va to'q sariqdagilar piyodalar yo'laklari mana bu yoqdan o'tmoqda. Tramvay yo'li o'tgan, temir yo'l o'tgan, orqasidan o'sha bozorning orqasida temir yo'l o'tgan. Keyin ikkinchi darajali yo'llar, bu ko'chalar o'sha hudud atrofidagi transport tahlili borib o'rganganimizda qanaqa transportlar o'tadi, qanaqa avtobuslar o'tadi, shularni M2 keyin M12 avtobuslari o'sha loyiha hududini oldidan o'tar ekan. Atrof muhit tahlili, bu yerda quyosh chiqib qayta botishi, quyosh atrof muhit tahlili, bu ob-havosi. Atrof muhit yana bu ham tahlili loyiha qilayotgan hududning atrof joylashgan tashkilotlar va davlat muassasalari ro'yxatlari bor. Buni ham borib o'rganib, har bittasini rasmga tushirib kelib o'rgandik va bu hududimizni tarixiy tahlili, ya'ni uni ro'parasida oldin Voyenniy okrug bo'lgan, Voyenniy городок bo'lgan ekan. Shu oldingi tarixiy ma'lumotlardan olib, bularni o'sha hududga yaqin joyda aniq qilganmiz. Hozir buni yana ro'parasida u Voyenniy shu chas sal qisqargan, keyin yana bir yangilik u yoqdan uni o'rniga hozir yangi park qurilayotganini ko'rdik. Qurilish davom etyapti. Bu o'sha binolar. Mana bu o'sha yerda borib o'rgangan. Mana bu hozirgi loyiha qilayotgan joyimizni, hududimizni bu bozor darvozalari, ikkita darvozasi bor ekan. Keyin yon atrofidagi mana bu ro'yxat bilan belgilab qo'yilgan strelkalar bor. Mana zapravka, dorixona, yana shunga o'xshash salon, pul do'koni, shunaqa maishiy xizmat ko'rsatadigan do'konlar ham bor ekan. Keyin yana bir nima e'tiborimni tortdi. Mana bu e'tibor qilgan bo'lsangizlar, bu yerda men oldin bilmasdim, endi o'tib qaytib yurgan bo'lsam ham, lekin o'sha hudud tahlil qilish jarayonida shuni bildim. Bu yerda oldin eski bor ekan, most yo'l tagidan o'tadigan, shuni ham endi rekonstruksiya qilib, hozir endi yangi park qurilyapti. Parkdan odamlar xavfsizligi sifati nuqtai nazaridan yerni ustidan emas, ostidan ham bemalol o'tib qaytib loyiha joyimizga noqsa bo'lar ekan.
ijtimoiy tahlil. Yosh guruhlar bo'yicha bu aholi soni, mehnatga layoqatli yoshlar, kichiklar 34%, mehnatga layoqatli yoshlar bu kichik foizi endi 18 yoshgacha, bu endi 30 yoshgacha 54%, mehnatga layoqatli yoshdan kattalar 11% tashkil etar ekan. Borib o'sha mahallasiga aholisini sonini, keyin shu yosh kattalar va kichiklar, o'rta yoshdagilarni so'rab foizlarni chiqardim. Strukturaviy tahlil bunda binoning balandliklari bu 3 metr bir qavatga teng, bu ko'k chiziqdagi qizil chiziqlarimiz 6 metrdan ekan. Bu ana bu yerda faqat bittagina 9 metrga teng bino bor ekan, ikkita. Bu hududimiz, bu loyihaning qirqimi. Yana qo'shimcha ma'lumot sifatida bu bozor, qanaqa bozor deb anaqa bo'lsa, savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bu bozorda asloviy eshik, deraza, keyin darvoza yog'ochdan, profildan, temirdan yasashar ekan. Atrofida ham, bozorda o'zida ham shunday, ichiga kirib, yon atrofida yurib, shu tahlil qilganda shu faqat shu eshik rom, deraza, darvoza yasayotgan jarayonlarni ko'rdim. Bu yo'q, boshqasidan ko'rish tamommi? Yo'q, shu. Bu yaqinlashtirib. yo'q, ay ko'rinmayapti. Mana bu amalda bor. Tortib qo'yganman. Hakamlar. Birinchi game plandan boshlaylik. Game plan aslo. mana game plan. Tepadagiz. Ha. Bu game planimizda bu bozorni faqat bizaga teng yarmini ajratib bergan hududni desak ham bo'ladi. Bu yerdan bu asosiy yo'llar o'tgan, bular qo'shimcha yo'llari loyihaga bu tomondan endi bu ko'chalarni ham sal kengaytirib, yuk mashinalari bu tomondan kirib chiqadigan qilib loyihalashtirganman. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek parkovka, hududning umumiy perimetrlari. Maydoni qancha ekan maydon? Qaysi? Umumiymi? Umumiy maydon. Umumiy jami 569 ming. Bu binoning maydoni. Yo'q, o'sha hududni. Binoniki. Qurilish maydoni mana 7321 metr kvadrat. Yashil maydon. Ama cami deb yozilgan 32081. Ana shunday. Ha. Pasta 100 foiz. Ana shuni aytasiz. Ha, Tushundingizmi? 181. Bu da yashil zona 30%. 30% bo'ldimi yashil zona shunda? Ha, 30%. Tak. Asfalt
asfalt qoplamasi. Böyle atrofni bilan birinchi qavatni oching. Pastdagi. Yo'q, tushuntiring. Qayerdan kiramiz? Bu yerda bu proyektimizda ikki tomondan kirish bor. Bu tomondan kirsa ham bo'ladi, bu tomondan kirsa ham bo'ladi. Bu tomondan kirib parkovkani qo'yib, parkovkaga mashinalarni joylashtirsa ham bo'ladi. Hududning yonidan kirib, bu tomonga mashinalarni parkovkaga joylashtirsa ham bo'ladi. Parkovkaga joylashtirgandan keyin bu tomondan, orqa tomondan ham kirish yo'laklari bor. Mana bu har bittasiga tamburroq qilingan. Bu yerda jami takbir 1, 2, 3, 4 ta 8 ta kirish eshigi bor. Bu yerga mana bu tomondan binomizning bu qismidan bu yo'lda faqat yuk mashinalari uchun savdo majmuasi bo'lgan uchun asosiy tovar olib kelishi mumkin chetdan, anondan. Shuning uchun bu yoqdan kirib bemalol qayrilib olib chiqib ketishlari mumkin. Mana bu yerda boshqa bu aholiga qarab bermaydigan holda bu tomondan ham yuklar uchun shu mana bu yerda bu anolari, omborxonalari, zinapoya va lift yuk uchun bu yerga joylashtirganman. Mana bu yerda bu yerdan kirish omborxonaga kelib, shu yerdan keyin butiklarga tarqatiladi. Birinchi qavatda. Birinchi qavat. Bu kazinka birinchi qavat. Bu yoqda kazinka joylashtirganman. Bu tomonda butiklar, gul do'koni, keyin bunisi optika, dorixona. Binoni bu tomonda ikkita hojatxona bor, ayollar uchun va erkaklar uchun. Binoni bu tomonida ham xuddi shunday ayollar va erkaklarga hojatxona. Keyin bu tomonda bank anolari, ma'muriyat binolari, bu yoqda eskalator chiqishi uchun bu tomondan tushiladi. Yonida ikkita qo'shimcha lift bor. Keyin ikkinchi qavat. Ikkinchi qavatda bu yoqqa kelsak, ikkinchi qavatimizda kinoteatr bor. Ikkita bo'limli, har bitta bo'limi 160 o'rinlik. Keyin esa bu bolalar uchun детский площадка. Endi bolalar maydonchasi shu ikkinchi qavatda bo'lmaydi. Bu yoqda yana butiklar bor. Keyin binoda yana ikkinchi qavatda o'rgandan keyin 4 ta yana zina qo'yilgan va yo'ldan chiqishdi. Yana qo'shimcha favqulodda vaziyatlarda 4 tomonidan 4 ta zina. Bu tomonda ham shu omborxona, lift chiqaradi. Buketlar uchun, butiklar uchun va ular uchun. Uchinchi qavat. Bu uchinchi qavatimizga kelsak, uchinchi qavat asosiy fast food joyi, lavash, hot dog, yana KFC, hot dog, lavash, KFC hammasi uchinchi qavatga joylashtirganman. Mana shu narsani taklif berishamiz. O'sha yerda kamida 250 ta yoki 300 ta magazin bor. Ustaxonalarda o'zmaydi. O'sha ustaxonalar uchun nima qilib berish? Ular buzib chiqaraverasan. Bitta 3 taklif deydi. Yoki bo'lmasa, u yerda bir 150 ta ziyod hozirgi kunda mavjud magazin.
o'sha magazin yana o'sha odamlar o'zida qolish kerak. Yana sen qo'shimcha yangi berishing kerak. Qaysi taraf bu? Yo'q. O'sha yerda bozorni buzib, yarimga taklif beradi. Yo, bu dorixonalar uzoqroq ekan. Yaqinida faqat salon bor ekan, gaz zapravka bor ekan, moyka bor. Bozorning oldida moyka bor ekan. 100 metr oldinroqda, bozor ichkariroqda. Keyin atrofini aylanib ko'rdim, xuddi siz aytganingizdek, bular analarning nima qilsa bo'ladi deb. Faqat endi sizning gapingiz to'g'ri. 3 tami 4 ta choyxona bor ekan. Faqat choyxona bor ekan. Endi shunga men faqat fast food qildim. Restoran, misol yo'q qo'ysam ham ichki dizayn qilsam bo'ladi. Ular anaqa qolishi uchun endi ular faqat unaqa osh shunaqa narsa, lekin bu yerda osh yo'q, faqat fast food berganman. Keyin faqat eshik rom ekan, aylanib o'sha ko'chani ko'rdim. Undan keyingi ko'chalarni ko'rdim. O'sha temir yo'lgacha Ochiq savdo rastalari bor, yerga qo'yib sotadi. Ularga qanaqa sharoit kerak? Mana shuni qo'ysa, ular bu yerdan ketmasligi kerak. O'shalarni qandaydir bir joydan joy olish kerak, ishlash kerak-da. Uni endi to'g'ri sizni gapingizda ham jon bor. Anosini taklif loyiha kiritmadim, lekin orqa tomonini ko'rsam, orqa tomonida kattaroq yer bor ekan. Faqat o'sha eski murab qolgan devor bilan o'ralgan. Ularda bemalol o'sha bizlar ajratilgan hudud bozorda salqin yarmi o'sha narsalarni olib turib, u yoqqa sig'dirsa bo'ladi. Chunki katta joy faqatgina devor bilan o'ralgan. Mana bu eski avtobuslar metallon yotibdi-da, qurib. O'shalarni o'rnini bu yoqqa orqaroqqa ko'chirsa bo'ladi. Hozir implanga kelganingiz, implant ochishmi? Gemplan. Hozir mana implant ishlayapsan. Parkovkalarni mana ikki joyga qo'ygansan, ha? Shu ikki joyga qo'ygan parkovkani pastga qo'yaversan, mayli pastga. Bu yerda boyagi garaj, ustaxonalarni o'sha parkovkani joylariga qator qo'ysang bo'ladi. Chunki men aytmoqchiman, ustaxonalar shovqin zonlarga kiradi, taqir-tuqir ishlayotadi, svarka boshqalar. O'shalar отдельно shu tomonga qo'yib, birorta ochiq rasta ham qo'yib ketishing kerak-da. Bu yerda aslida ko'rsam, go'sht mahsulotlari bor, meva, sabzavot mahsulotlari dalada sotadi. Chunki dehqon olib keladi-da, o'sha rastaga qo'yib sotadi. Ana shularga bitta yechim berish kerak. Chunki ular keladi, bo'ynagida bitta do'konni ololmaydi. Bu bugun Pasarondan keladi, bitta katta qo'rg'ondan keladi. O'sha yerda zona bo'ladi. Ular tayyorgarlik sotish kerak, hatto non. Men ko'rsam, yo'lda yugurib chiqadi, agar Yo'l ustida bor ekan, mana bu tomonda aytsa. Urib o'tib ketishi mumkin, ko'rmasang. Yugurib, nonni ko'tarib yuguradi. O'shalarga qanaqandir yengil konstruksiyalar joylab qo'yish kerak edi. Shunday kirgan odam karmanga kirib, nonni chiqib ketish kerak. Masalan, uzoqroqqa ketadi, katta qo'rg'onga ketadi. Mana shu narsalarga bitta urg'u erish kerak edi. Hay, mana bu hozir Prosta endi sizga anaqa xatoyim faqat hududni o'zini qilganman, taklif atrofdagilarga yoqmaganman. Taklif yaxshi ishlagansan, o'rgangansan, o'sha birinchi o'rinda. U men hozir aytgan narsalar kelgusida ham ketishing mumkin. Yetti magistraturaga kirasan, shuni qilsang, oxirigacha yetsang bo'ladi mana shu takliflar bilan. Tanlagan mana dizayning neobishni yaxshi, bunaqa hozir bizlarda yo'q. Hozir aytgan narsalaring hammasi to'g'ri keladi. Mana bu ilmiy tahlilni o'zim o'tkazimga rahbarim bilan birga aytdim. ilmiy tahlilda yo'q, o'zim borib keldim. Yo'q, mana hozir tahlil chiqmasangiz. Oldin hammasi tahlilni kim biladi? Rahbariyat bilan qilganmisiz o'zingiz? Rahbarim ham kamchiliklarni aytdi. Shunga qarab To'g'ri to'g'ri. qildingiz. Hozir juda yaxshi ish qilgansan. Ishing yaxshi. Endi mana bu kamchiliklar aslida Turkmanistonda bo'ladi. Birinchi o'rinda ilmiy tahlil to'g'ri borish kerak. Zonalarni bilaysan, park bilan bog'lanishini ko'raysan. Atrof muhtariy mana bu orqadagi zanalar nima edi?
Mana bularmi? Ha, ana shu uzunlar. Bular ham xuddi siz aytgandek boyagi anavi faqat navis. Yo'q, bundagi men belgilar sotayotgan joylar, bozorlar. Ana shu narsalarga endi kelajakda urg'u berib ishlashim kerak. O'sha zonalashtirib. Yaxshi ilmiy ta'lim yaxshi, faqatgina mana bu ishlagan zona bitta o'zi kompleks bo'lib qolyapti. O'zidagi aholi magazin bor odamga magazin berish kerak-da. Sen Jadal aytganda faqat o'zing o'ylagansan, boshqalar o'ylamaydi. ha, ana shunaqa bo'lyapti. Sen bitta dizaynni o'ylayapsan, lekin ichkarida funksiyalarni bajarib Aholini ishsiz qoldirmasligingiz kerak. aytam, sen qo'shimcha qilishing kerak. Uch etash qilyapsanmi? Tagiga parkovkani tikib, parkovkani joyidan boshqa narsadan foydalanish kerak. To'g'rimi? Hozir shu hamma narsadan dom qilyapti, tagiga parkovka qilyapti. Hozir bu kolonnalarning aralari 6 metr, 6,5 metrdan qo'ygansan. Ikkita mashina kirsa bo'ladi har bittasiga. To'g'rimi? Mana shunaqa yechimlarni endi nasib bo'lsa kelgusida qilsak bo'ladi. Hozir sen planlagan yaxshi. Bitta 40 kunga o'taylik, o'zi 40 kunga ko'raylik. Ha. Bu bino balandligi liftni tomi bilan birga 17,600. Bu yani sal pastroqchi. Liftsiz bu anavi tomondan qirqilyapti. Bu kinoteatr tomonidan 15,600. Endi atrof bo'yi 40 million bormi? Ha, tahlilda bor. Keyin mana etaj balandliklarini nechidan olyapman? Turkiya. Ko'ryapsiz. Balandroq bo'lishi kerak. O'zi pastroq bo'lganda keyin mana buni ham bu nazorat anosida emas domla aytdi. Sirli bo'lishi kerak. Yopish kerak dedi. Odamga qiziqish kerak dedi. Tashqarida ko'rsatdi. Shunaqa narsalar bor ekan, bo'ldi. Shuning uchun o'zi oyna edi. Oynani olib tashlab ana maslahat berdi-da. Oyna olib tashlab, bunaqa arkalik qilib, keyin balkon qo'yib yubordim. Keyin dedi, "Men bu ichiga ham anaqa qilish kerak" dedi. Odam dedi, "O'sha narsa ichiga choyxona emas, endi hozirgi zamonaviy kofedan ham shunaqa narsa qilish kerak" o'qigan. Gazoncha. Просто qo'ldan kelgancha ishladim. Bu ishi hali ko'p edi. Bo'ladi. Ishlasa, ishlab ketaversa bo'ladi. Ha. Lekin bizlarga hozir sanalgan suyagi bor. Ha, Mana shu tanlagan dizayni haqiqatan bizlarda yo'q-da, mana shunaqa dizaynli binolar bo'lsa ham, buni konstruksiyasini ishlash uchun bitta mutaxassis bitta bosh qotiradi. Faqat tepovoy oltini qo'yadigan kolondan to'yib, tepovoyni yasab ketadi. Hamma shakllarni yasasin. Ulardan bitta tajriba qo'shadi. Mana shu zinat qavat balandligini to'kayapti. Zinat qo'yapsanda 2 marsh bo'lyapti-da. Agar o'sha qavat balandligini zinani balandligi bilan taqsimlasak, ishtadan zina bo'ladi bitta marshda. Bu yerda sanda kamida 3 ta marsh bo'lishi kerak. 12 ta zinadan keyin albatta boshqa bo'lishi kerak. Oyoq charchamasligi uchun. Endi bu senga konstruksiyani o'zing uchun. Keyin bitta ma'lumotda nimani belgilayapsa bo'ladi. bu ana 3-qavatda o'tib ketgan kinoteatrlik mana to'g'ri. Sen kesgan paytda Shunaqa holat. 2-qavatda anosida. Shuning uchun 2 qavatda balandroq bo'lish uchun, akustika yaxshi bo'lish uchun kinoteatr. Shovqin baland bo'lib ketmas. Fasad ko'rsatganlarni ko'rsating. Fasad ko'rsat. Yo'q berganlar bo'ldi. O'yinlarni o'sha Kredisimi? Ha, kredilar bu. Past, eng past. o'zingiz qilganmisiz? Informatsiya.
texnik xatolarga ko'ra lekin nimasi Milliy elementlar bilan ko'rsatgan, mayli bo'ladi. Takrorlanishi o'sha katta binolarga xos. Mayli yomon emas, ular. Bo'ldimi? demak Ular endi olavering. u yerga olib qo'yiladi